alaykum va rahmatulloh. Sizlar bilan Miftahul Arabiyya kitobini ikkinchi darsiga keldik. Al-Vahdatu Saniya, Al-Manakh, iqlim degan bo'lim. Buni lug'atlarini birinchi ko'rib chiqamiz. Sahilun sohil, shati'un degani bu dengiz sohili, dafi'un iliq, manakhun iqlim, mu'tadilun mo'tadil, jaffun quruq, ratibun nam. Mumtirun degani yomg'irli, mutaghayyirun o'zgaruvchan, saylun sel yoki toshqin degan ma'nosi bor. Asifatun bo'ron, ra'dun momaqaldiroq, barqun chaqmoq. Tutillu ala ga qaragan atolladan olingan. Yahuddu min bilan dan chegaradosh degani yoki dan kesib o'tadi degan ma'nosi ham bor. Yattasifu bi bilan sifatlanadi. Yablug'u yetadi, gradusga nisbatan ishlatilsa bo'ladi. Tatarovahu bayna va bilan keladi, demak orasida bo'ladi degani. Darajatu mi'aviyatun gradus borki o'shani bildiradi. Xo'p, asifatun ra'diyatun momaqaldiroqli bo'ron, manaxun qoriyun materik iqlimi. Bu joydagi savollarga javob berish kerak. Bularga matndan keyin bu lug'atlarni yodlab bo'lib, o'zingizni shahringizga doir gaplarni tuzishligingiz foydali bo'ladi. Xo'p. Taqa'u shibhu jazira Sina fi Misra. Sinay yarim oroli Misrda joylashgan. Va tusamma bi ardi Fayrus. Fayrus yeri nomi bilan nomlanadi. Va laha shaklun musallasun va uchburchak shaklga ega. Va hiya tutillu ala al-bahri al-abyad al-mutawassita min ash-shimal. Shimoldan O'rta Yer dengiziga qaragan. Va ala al-bahri al-ahmar min al-janub. Janubdan esa Qizil dengizga qaragan. Xo'p, va yahudduha min al-gharbi Khalij Suways va min ash-sharqi Khalij Aqaba va qita'u G'azza. G'arbdan esa Khalij degani kanal yoki xo'p, bu yerda Suways kanali g'arbdan va sharqdan esa Aqoba ko'rfazi degan ma'nosi ham bor. Aqoba ko'rfazi va G'azza qito'un degani kesishma. G'azza kesishmasidan bilan chegaradosh. Shibhu jazira Sina mawqi'un muhim. Sina yarim oroli muhim o'rin tutadi. Nima bilan? Bisababi tabiati va savahili tawilati va dafiati. Issiq va uzun sohillari bilan va manaxul mu'tadili va sarvati tabi'iyyati kal bitrul va al-ma'adin. Xo'p, konlari va neft kabi tabiiy boyliklari va mo'tadil iqlimi bilan muhim o'ringa ega. Idofatan ila anna al-jisru allazi yarbitu bayna qarrati Asiya va Afriqiya va bayna al-mashriqi va al-maghrib. Bunga qo'shimcha ravishda g'arb va sharq orasini, Afrika va Osiyo qit'asini bog'laydigan ko'prik ham hisoblanadi. Al-manakhu fi shimali shibhi jazira Sinay mukhtalifun anil manakhi fi janubiha. Sinay yarim orolida shimolidagi iqlim janubidagi iqlimdan farqli. ففي الشمال هو مناخ البحر الأبيض المتوسط. Shimolda O'rta Yer dengizini iqlimi bor. Shunaqa deb tarjima qilsa bo'laveradi. O'rta Yer dengizini iqlimi kabi. فالصيف حار وجاف والسماء صافية في أشهر حزيران وتموز وآب. Demak shu uchala oy, iyun, iyul, avgust oylarida osmon musaffo va havo yoz quruq va issiq bo'ladi. Xo'p, va darajatul harorati tatarawahu bayna 19 va 30 darajatin mi'awiyatin.
havo harorati 19 va 30 gradus orasida bo'ladi. Va amma shitauhu fa huwa ratibun va mu'tadilun va mumtirun. Qishiga keladigan bo'lsak, u nam va mo'tadil va yomg'irli bo'ladi. Va yakunu fi ashhuri kanunul avval va kanunus thani shubat. Demak, qish shu oylarda dekabr, yanvar, fevral oylarida yomg'irli, mo'tadil va nam bo'ladi. Va darajatul harorati tatarawahu bayna 80 va 20 darajatin mi'aviyatin. Havo harorati 8 va 20 gradus orasida bo'ladi. Va yablughu mutawassitu kammiyatil amtor sanawiyan 100 millimetr. Demak, yillik yomg'irlar o'rtacha miqdori 100 millimetrga yetadi. Amma fi faslay ar-rabi wal kharif fattaqsu mutaghayyirun. Xo'p, bahor va kuz fasllariga kelsak, havo o'zgaruvchan bo'ladi. Va taksuru fi hazayni al-faslayni al-awasif ar-ra'diyatu was-suyul. Bu ikki faslda momaqaldiroqli bo'ronlar va toshqinlar ko'payadi. Amma al-manaxu fi janubi Sina fa huwa sahrawiyyun qarriyun. Sinayni janubidagi iqlimga kelsak, u quruq materik iqlimi kabi bo'ladi. Yattasifu bil jafafi wal harorati mu'azzam al-am. Yilning ko'p vaqtlarida havo issiq va quruq bo'ladi. Quruq bo'lib sifatlanadi. Va tatarawahu darajatul harorati bayna 28 va 33 darajatin mi'aviyatin. Havo haroratiga kelsak, 28 va 38 gradus bo'ladi. Va amma shitauhu fayattasifu bi'tidalihi va jafafihi. Qishga kelsak, mo'tadilligi va quruqligi bilan sifatlanadi. Va tatarawahu darajatil harora bayna 15 va 23 darajatin mi'aviyatin. Xo'p, havo harorati 15 va 23 gradus bo'ladi. Gradus orasida bo'ladi. Va amma al-amtaru fi hazihi al-mintaqa fa aqallu min al-amtari fi al-mintaqati ash-shimaliyya. Bu mintaqadagi yomg'irlarga kelsak, shimoldagi mintaqadagi yomg'irlardan ko'ra kamroq bo'ladi. Xo'p, buni tarjimasi va lug'atlarini yaxshilab e'tibor berasizlar. Buni tarjimasini o'zingizlar ham bir daftarga yozib, ushbu lug'atlarni yodlab olsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi va bularga bemalol o'zingizlar keyin o'zingizlarni yashash joylaridan kelib chiqib turib savollarga javob bersanglar bo'laveradi va mashqlari sizlar uchun foydali bo'ladi. Xo'p, rasmlarni o'sha tepadagi so'zlarga moslash kerak bu yoqda. Bu yoqda to'g'ri yoki noto'g'ri belgisini qo'y deyapti. Havoni sifatlab berish kerak ekan. Yozda qanaqa bo'ladi, qishda qanaqa bo'ladi, kuzda qanaqa bo'ladi. Bu shimol bilan janubni mana shu matndan olib javob berasizlar. Shu mashqlarni o'zingizlar bajarsanglar, keyingi darslarni Xudo xolasa tashlab boramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.